Men 30 yoshdan oshgan ko'ngli yarim ayolman. Oynaga har kuni qarayman va unda menga qarab turgan notanish, charchagan nigohni ko'raman. Men o'z hayotimni qurmadim. Qurishga kechikdim. Balki qo'rqdim. Ota-onamning uyida, o'z xonamning tor devori ichida kun o'tkazaman. Har bir kunim oldingisiga o'xshaydi. Opam Dildora. U mendan 5 yosh katta. U hayotimning quyoshi edi. Kulgichlari yuzidan arimaydigan, har qanday davrani o'zining shoh-shodonligi bilan to'ldiradigan kapalak. U turmushga chiqdi. Baxtli bo'lib ketdi. Men u uchun chin dildan xursand bo'ldim. Pochcham Farruh. Opam uni ilk bor tanishtirganida unga unchalik e'tibor bermagandim. Yana bir o'ziga bino qo'ygan, opamning chiroyiga uchgan yigit deb o'ylagandim. Ular oila qurishdi. Dildora baxtdan sarxush edi. Hamma narsa o'sha biznikida o'tadigan oddiy bir oilaviy kechada boshlandi. Dadam bilan pochchamning siyosat haqida tortishayotganini, onam bilan Dildora esa yangi pishiriq retseptini muhokama qilayotganini eshitib o'tirardim. Men har doimgidek chekkada o'z xayollarim bilan band edim. Birdan Farruhning nigohini sezdim. U menga qarab turardi. Lekin bu shunchaki qarash emasdi. Bu nigohda qiziqish bor edi. Tushunish bor edi. Men boshqacha bo'lib o'rnimdan turdim. Oshxonada idishlarni yuvayotganimda u kirib keldi. Yordam kerakmasmi? Yo'q, rahmat. O'zim eplayman. U ketmadi. Orqamda turib qoldi. Nilufar, sizni hech kim tushunmaydi, shundaymi? Bu savoldan seskanib ketdim. Unga o'girildim. Nimani nazarda tutyapsiz? Siz bu uyda begonadeksiz dedi. Yuragim qinidan chiqib ketayozdi. U qanday qilib men haqimda bunchalik yaxshi bilishi mumkin? U kulimsiradi. Lekin bu masala emas, iliq tabassum edi. O'sha kundan boshlab dunyo o'zgardi. Biz gaplasha boshladik. Avvaliga umumiy mavzularda, keyin esa faqat ikkimiz tushunadigan sirlar haqida. U menga telefon qilar, opam uxlab yotganida yozardi. Biz musiqa haqida, koinot haqida gaplashardik. Men yillar davomida ichimga yutgan gaplarimni unga aytardim. U esa tinglardi, yurakdan tinglardi. Siz bunchalik aqlli ekaningizni bilmagan ekanman derdi u. Sizni esa bunchalik mehribon ekaningizni hech kim bilmaydi deb javob berardim men. Bu olov edi. 30 yoshdan oshgan, hech kimga kerak bo'lmagan ayolning qalbida alang olayotgan, taqiqlangan olov. Men o'zimni yana yosh, go'zal va kerakli his qila boshladim. Oynadagi aksimga jilmayadigan bo'ldim. Bir kuni u mashinasida meni ishdan olib ketdi. O'tiring. Gap bor. Yuragim orqaga tortib ketdi. O'tirdim. U uzoq vaqt jim qarab turdi. Keyin qo'limdan ushladi. Uning kaftlari olovdek edi. Men bunday davom eta olmayman, Nilufar. Men sizni sevib qoldim. Bu so'zlarni eshitishni qanchalar kutganimni shu onda angladim. Va bu so'zlar qanchalik dahshatli ekanini ham. Bu mumkin emas, Farruh. Dildora. Bilaman. Bilaman. Bu xiyonat. Bu gunoh. Lekin men unga uylanganimda men sizni bilmasdim. Men haqiqiy sevgi nimaligini bilmasdim. O'sha kuni men yig'ladim. Baxtdanmi yoki azobdanmi bilmayman. Biz yashirincha uchrasha boshladik. Har bir uchrashuv oxirgisidek tuyulardi. Har bir bo'sa ham lazzat, ham zahar ta'mini berardi. Men opamning ko'ziga qaray olmay qoldim. Uning baxtli kulgusi yuragimga pichoqdek sanchilardi. Men uning baxtini tortib olayotgan edim. Lekin to'xtay olmasdim. Farruh men uchun hayot mazmuniga aylanib qolgandi. U men uchun butun bir dunyo ochdi. Biz hatto kelajak haqida ham gaplasha boshladik. U Dildora bilan ajrashishini, biz birga bo'lishimizni aytdi. Men bunga ishondim. Ishonishni xohladim. Fojia kutilmaganda keldi. Yakshanba kuni hammamiz nonushta qilib o'tirgandik. Dildora birdan qahqaha otib yubordi. Uning ko'zlari chaqnardi.
Menda sizlar uchun surpriz bor, dedi u qizargancha. U qo'lini Farruxning yelkasiga qo'ydi. Farrux, siz dada bo'lasiz. Stol atrofida qiyqiriq tabriklar yangradi. Ota-onamning quvonchi cheksiz edi. Men o'sha zahoti ado bo'ldim. Qo'limdagi choynakni qanday ushlab turganimni bilmayman. Faqat Farruxga qaradim. U oqarib ketgandi. U menga bir soniya qaradi va nigohini olib qochdi. O'sha qarashda hammasi hal bo'lgandi. U o'sha kecha menga qo'ng'iroq qilmadi. Ertasiga ham. Bir hafta o'tib unga ozim yozdim. Uchrashishimiz kerak. Biz har doim uchrashadigan o'sha xilvat joyda ko'rishdik. U boshqacha edi. Solxin, aybdor. Nilufar, men nima qilishim kerak edi? Unga haqiqatni aytsam, u bu zarbani ko'tara olmaydi. Demak, hammasi tamom, men ovozsiz yig'lardim. Biz to'g'ri ish qilmadik, Nilufar. Bu boshidan xato edi. Xato. Men qahqaha otib yubordim. Qaysi biri xato edi, Farruh, seni sevganimmi? Yoki sen meni sevganingni aytganingmi? Meni kechir. Men farzandimdan voz kecha olmayman. Men uyga qaytishim kerak. Sen qachon ketmagan eding, dedim men va o'rnimdan turdim. Shu bilan tugadi. Men yana o'sha xonamga qaytdim. O'sha oynadagi notanish charchagan aksimga. Faqat endi bu aksda hayot uchqunlari yo'q edi. U yerda faqat bombosh qorong'ulik qolgandi. Bugun Dildoraning ohilchasini ko'rgani bordik. Go'dak juda shirin kichkina Farruh. Opam baxtdan 7-osmonda. Farruh esa u namunali ota va mehribon er rolini o'ynayapti. Juda yaxshi o'ynayapti. U tug'ruqxonadan chiqqanida uni menga bir marta ko'zi tushdi. Uning nigohida na pushaymon, na afsus bor edi. Men ularni tabrikladim. Jiyanimning peshonasidan opdim. Qo'limdagi sovg'ani berdim. Va iloji boricha tezroq u yerdan ketdim. 30 yoshdan oshgan ayol. Men endi hech qachon sevmayman. Men endi hech qachon o'sha oynadagi aksimga jilmaymayman. Chunki men opamning baxtiga qurilgan uyni o'z qo'llarim bilan buzishga harakat qildim. Uning baxti mening baxtsizligimga aylandi. Va eng dahshatlisi, Dildora bu haqda hech qachon bilmaydi.